Obunachilarimiz yana bitta avtomashinamiz baraka bo'ldi Zilol mahallasiga. Bu akamizga 2021-yilda ishlab chiqarilgan Gentra'ni bir so'm boshlanish to'lovi qilib berdi. 2021-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka. O'zlaridan eshitamiz, qanday bo'ldi bu? Men bunker avtokreditdan tekinga mo'shin olib chiqib ketyapmiz. Mana yaxshi ekan, Instagramdan kuzatib borardim, keldim. Mana 1 so'm to'labsiz. Zilol mahallada turasiz. Ketyapti. Zilolda aka-ukalarimizga ham prigat qiling. Haqiqatan boshlanish to'lovsiz deyildim, boshlanish to'lovsiz bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz $100, $200, $300 boshlanish to'lovsiz. Mashinalar ko'p bizada. 50 taga yaqin mashina kelgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Aloqaga chiqaverasizlar. Aka sizdan pul oldingmi? Yo'q. 1 so'm pulsiz olib chiqib 1 so'm pulsiz mashinani ko'rsatib ber. Krugoy tayyorlovka ruxsatnomalari bor. 3-pozitsiya avtomat korobka Gentra'miz 21 yili. Mashinamiz zo'r, ideal holatda. 4 ta yumshoq balonlarda mana bugun oformini qildik mashinani. Nomerlarni taqib, o'zlarining nomlariga o'tkazdik akamizni. Xudo xolasa kiloratsizlar mana bu yerlarni ham olib qo'y javob mana. $100, $200 bilan kiloratsizlar aka-ukalar. Ko'p bizda mashinalar mana. Terilib turibdi, bu tomondan ham olib qo'y. Mashinalar ko'p, kiloratsizlar bemalol. Mana Javlonbekka tek pasportini topshiramiz. Javlon aka yaxshilik kunlarga meni, xudo xolasa podpiskalarni bosib, layklarni portatamiz. Yaxshilik kunda ko'rishaylik.